Soat millari tongi 6:30 ni ko'rsatmoqda. Bu vaqt mobaynida kimdir shirin uyquda, kimdir esa boshlanajak ish kuniga tayyorgarlik olib bormoqda. Biz esa ayni paytda Namangan viloyati futbol akademiyasidamiz. Bu yerda taxminan 1 soatlardan so'ng bolalarning sho'x-shodon kulgulari hamda qizg'in ish jarayonlari boshlanadi. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Namangan viloyati futbol akademiyasining YouTube platformasidagi rasmiy sahifasi. Biz aynan ushbu sahifamiz orqali sizlarning e'tiboringizga qiziqarli va ajoyib bo'lgan dastur hamda loyihalarni havola etishni boshlaymiz. Mana shunday loyihalarimizdan biri Ko'rinmas qahramonlar loyihasining dastlabki sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugun biz futbol akademiyada ko'zga ko'rinmaydigan, ammo eng muhim vazifalarni bajaruvchi insonlar haqida hikoya qilamiz. Kollektivimiz yaxshi, hamma odamlar yaxshi. Oya, chunki vaqtda bugun nasib bo'ladi, o'zimizga deyishadi. Duo qilib, tomosha qilib turamiz. Ilohim, ishimni rosa yaxshi ko'raman. Yaxshi zavq olaman. She'rlarim yaxshilar hammalari. Narsalarni mahaliga ishlatgan, boshqa narsalarni o'sha musor idish paqirlarga qo'yishini, keyin ashnalarni qo'yishini nima qilardim. Bidagi bolalar ham yaxshi natijalarga erishsin, vaqt kelsa duo qilib, ularga yaxshi tilak bildiraman. Yaxshi ko'ramiz, yaxshi ko'rib ishlaymiz. Yana ham haliga bo'ladi bizga ancha. Haliga nima desa bo'ladi, xursand bo'lamiz. Kollektiv yaxshi, bolalar yaxshi, hamma. 13 yil, 14 yildan beri, 2014-yildan beri ishlayman. O'shandan beri oldin oshpaz bo'lib ishladim, keyin hozir farrosh bo'lib, dazmolchi bo'lib ishlab yuramiz. Endi ishxonamiz yaxshi, boshlig'imiz yana yaxshilar, ishxonamizni yaxshi ko'ramiz. O'shanga ertalabda shoshilib kelgimiz keladi. Kollektivimiz yaxshi, hamma odamlar yaxshi. O'shan pensiyaga chiqib ham ishlagim keladi kollektiv yaxshiligiga. Ertaman 7:30 ga kelamiz. 4:30gacha ishimizni qilib, narsa qilamiz. Bolalarni maktab tomonini tozalayman, chiroyli qilib, narsa bolalarimiz ham yordam qilishadi. O'sha qilib ishlaymiz. Bolalar ham yordam berishadi. Ha, bolalar yordam qilishadi. Hamma guruhdagi tarbiyalanuvchilar yordam berishadi. Qaysi bolaga aytsak, yo'q deyishmaydi ular ham. O'g'lim mana uni qilish bor desak, ular ham yo'q deyishmaydi. Bolalar ham qarashadi. Bolalarimiz rosa yaxshi. Hammalar yaxshi o'ynashadi. Oya, duo qilib, bugun nasib bo'ladi, o'zimizga deyishadi. Duo qilib, tomosha qilib turamiz. Ilohim yetib olsin deb yaxshi niyat qilib, yaxshi Xudodan so'rab turamiz. Endi ba'zida duo qilganimizda yetib qolsa, biz duo qiladi, so'yinib qolamiz biz ham. Ishimni rosa yaxshi ko'raman. Yaxshi zavq olaman. She'rlarim yaxshilar hammalari, boshlig'imiz yaxshilar, kollektiv hammalari yaxshi. O'shanga zavq olaman. Ishlama deyishsa ham ozgina ishlaydi deb ishlab yuramiz. Nimasi bilan tortadi akademiya sizni o'zi? Shu bolalarimizni shu futbolga ham ilgari qiziqmasak ham endi qiziqib qolganmiz. Ko'rgimiz keladi, va ana guruhda yutdimikin deb turamiz, evga ketishgan bo'lsa. Kelsa, qoldingmi, yutdingmi deb so'rab turamiz. Ashunisi ham qiziq. Ham yaxshi ishadi, narsa mayli deb narsa qilishadi. Ular ham havas ham qilishadi, hatto kelinlarim. Biz zo'r joyda ishlaysiz deb kelinlarim havas qilishadi. Biz ishxona zo'r, hamma yaxshi sharoit zo'r deymiz, hamma issiq suvlar bor ishlashimizga. Hamma sharoit yaxshi, boshlig'imiz tinchliklar sog' bo'lsin deb duo qilib yuramiz. Allohim. His qilamiz. Endi hech kim bu yerda orqada qolmaydi, hammani boshliq nazoratlaydi, hammamiz ko'nglimizga qarab, hammamiz biladi. Tinchliklar sog' bo'lsin deb duo qilib yuramiz. Bolalarimizga ko'p aytaman, mana shu oyoq kiyim turadigan tomonga qarayman.
O'shada ba'zida bolalarimiz shoshilib qoladi stadiongacha ketishga, oyoq kiyimini joyiga qo'ymay ketishadi. Bola kiyimini alohida joy qilib berilgan shkaflarga solib qo'yib ketinglar deb doim tayinlab turamiz. Ba'zida shoshilmasa qilib ketishadi, yo'qolsam ba'zida shoshilib qolishganda endi ashlarni qilib qo'ysak-ku deb o'zimiz o'ylab basallab yuramiz. Mana bor, mana shu yerda rosa xursandman. Necha yildan beri ishlab chiqib ketgim kelmaydi. Boshlig'imiz yaxshiliklariga, kollektivimiz yaxshiligiga, yaxshi hamma inson deydi, hamma o'qituvchilar yana yaxshi, o'qituvchilar bilan ishlatdim, hammalari juda ham yaxshi, she'rlarim yaxshi. Shunga ishdan chiqib ketgim kelmaydi. Uyda ham sharoitimiz bor, uyda kelinlar borligiga ishlab yuraveray deb ishlaymiz. Uyimiz ham tinch, oilamiz, Xudoga shukr, 2ta kelinim borlar, bitta kuyovim, qizim borlar, 6ta nevaram borlar, hammalari yaxshi. Shunga uy tinch-ku deb ishga kelaveramiz. Xudoga shukr, alhamdulillah. yilga kirganman, oshxonada idishuvchi bo'lib ishlardim. Bir 8-9 yil o'sha yerda ishladim. Undan keyin farroshchi bo'lib ishga o'tdim. Yarim 8da kelaman. Kun mobaynida o'sha ishlarimni qilib, 4:30da chiqib ketaman. Ish faoliyatim shu zallar, xonalar, tepalar, shu boshqa shaydagi xonalarni yig'ishtirib, uborka qilish, tozalashdan iborat. Yuvish. Yaxshi qarashadi, yaxshi joyda ishlayapsan, yaxshi necha yildan beri ishlayapsan, hurmating bor, ishida ishlab pensiyalarga chiq deyishadi. Narsalarni umuman haliga ishlatgan boshqa narsalarni o'sha musor idish paqirlarga qo'yishini, keyin ashnalarni qo'yishini nima qilardim. Qilaman. Men bu yerda boshlig'imizda, bu yerdagi doktor, hamma ishchilarni hurmat qilaman. Ularni yaxshi ko'raman. Uyimiz, oilamizdagilar, bu yerdagi bolalar ham yaxshi natijalarga erishsin. Vaqt kelsa duo qilib, ularga yaxshi tilak bildiraman. Ishimiz yaxshi, ishxonamizni yaxshi ko'ramiz. Xodimlarimiz ham, boshliqlarimiz ham yaxshi, hammalarining umrlari uzoq bo'lsin, tan joylari uzoq bo'lsin. Yaxshi ko'ramiz, yaxshi ko'rib ishlaymiz. Men vazifam tepada bolalarni yotoqxonalariga qarayman. Yotoqxonalarga qarab, bolalar ham yaxshi, o'zlari ham qarab, ozoda hammalari hamma joyga yaxshi qarashadi, yordam berishadi, vaqtida yordam so'rasa. Yaxshi bolalarimiz ham, ish joylarimiz ham yaxshi, sharoitlarimiz yaxshi. Issiq suv, sovuq suv, hamma narsa yetarli. Nima kerak bo'lsa, darrov yetkazib berishadi. Kamchiligi yo'q. Yani ham haligi bo'ladi bizga ancha haligi nima desa bo'ladi, xursand bo'lamiz. Haligi bola yutibdi desa, yana ham haligi ishlagimiz kelib, va yutibdi, barish komandamiz deb ularga doim omad tilab haligi xursand bo'lamiz. Endi ular ham yaxshi fikrda. Endi o'zingizga yoqsa, o'zingizga haligi bo'lsa, qiynalmasangiz ishlaring deyishadi. Qiynalmaymiz, ishlaymiz. Yoqadi o'zimizga. Ishchilar, xodimlar, hamma mana shu kollektiv yaxshi, bolalar yaxshi, hamma o'rganib qolganmiz shu yerda ishlashga. Ta'sir qiladi, chunki ozoda joyda hamma narsa, ozodalikdan, hamma narsa ozodalik bo'lsa, hamma sog'lom bo'ladi, toza havo bo'ladi, haligi fayz baraka bo'ladi ozodachilikda.
qilaman. Hamma sog' salomat bo'lsin, uzoq umr ko'rsin, ishxonamizdagi boshlig'imiz ham umrlari uzoq bo'lsin, Allohim omadlarini bersin hamma mana shu futbolistlarimizni, Allohim doim yutib marraga yetib yursin, Allohim.